Igor Shkvirin o'zbek futbolidagi yorqin shaxslardan biri, sof hujumchi, to'purar. Igor Shkvirin 1963-yilda Toshkentda tug'ilgan. Professional faoliyatini 16 yoshida Yangiyer jamoasida boshlagan. Shkvirin milliy klublarimizdan asosan Paxtakorda o'ynagan. Futbolchi keng jamoatchilikka sho'ro davridayoq tanilib ulgurgandi. 1990-yilda 37 ta gol bilan birinchi liga to'purari bo'lgan. Igor Shkvirin Dnepr klubi tarkibida SSR chempioni, SSR kubogi sohibi, O'zbekiston milliy termasida Osiyo o'yinlari g'olibi, Paxtakor safida O'zbekiston chempionati g'olibi va to'purari, shuningdek Malayziya chempionati g'olibi, Hindiston chempioni va birinchi liga to'purari hisoblanadi. Futbolchining Hiroshima 94dagi g'alabaga qo'shgan hissasini alohida ta'kidlamasdan iloji yo'q. Finalda Xitoy termasiga qarshi o'tgan o'yinda tezkor to'p kiritgan Igor Shkvirin o'sha musobaqada jami 8 ta gol urib, eng yaxshi to'purar bo'lgan edi. Futbolchi milliy terma jamoada 37 ta o'yinda maydonga tushib, 20 ta gol urgan.